Hürmetli televizyon hazır görüvatkanlar Şinjan Televiziya Stansiyasi Huyu Medeniyet Taqıt Şirketi ve Şinjan Elbidar Medeniyet Çeklik Şirketi bilen birleşip İmran Soğudu Çeklik Şirketi'nin qo'llashida yolu koygan çoğun tipdeki notuk sözleş karakterdeki programa ular şundak deydi. Biz bu programımızda her saha, her kesipte netice kazangan şahslarını teklif kılıp, ularınki turmuş qarashları, tecrübeleri ve şundakla hayat xulosalari bilan o'rtoqlashamiz. Bu orqali jamiyatga ilhom va madad beramiz. Ben Abdüşkür Mecit, boks hareketi benim ömürlük talışım, benim hoşallıkım. Şagirdlerim benim ilgilisindeki hayatı güç. Şinjan Armillet halkının ki abroyu, şan şeref için, çempiyon için. Bizden kolektif tırışıp atırır. Ben tırışıvatman. Yani bugünkü programımızın asas memnunu bolsa 96 yıllık Jungo boks padişahı. Şundaqla hazırki Şinjan boks komandasındaki baş terneri Abdüşkür Mecit. Yine karşı almayız ha. Assalamualaikum. Oturunlar. Hammalarga rahmet. Abdüşkür'üm rahmet. Bugün ait kıymetli vaktini çıkarıp bir şey kelgeniga. Şu çağda yani 96 yılı ilki Jungo'daki boks padişahı olup şan şeref kuşkan küllerini eslep dursan olayım Abdüşkür ha? Elbette. Elbette eslayımızda onda kullanı. Elkim hayatındaki bir mühim noktası dep qaraysan olayım ha? Hem de arkana tanaketçinin ki bulap mı Marat'tan terbiyede arkana tanaketçi an şükür yani birinci numaralık sahnının birinci numaralık medalist taxtısıga yani supsıga çıkan vakti en ayacalangan vakti buldu. Şu taxtıga çıkan vaktimizde daim resimlerini görüş, burunqu asılmayan eslaş arqılıq hem de hazır teriner buluş jarayonida tanaketçilerimiz çıkan vaxtlarımızda mı? Özümüzde aynı vaxtlarda biz mi şunda çıkan, şunda hissiyatlı bolgan tanaketçilerim bana oxşaş aslında hissiyatlı boladı dep daim oylaymiz. Xuddi hamma odamning hayotidagi yuqori pallasi bo'ldi. Mushu nokta qaraganda bir odamning hayotining kimi eng yuksak pallasi bo'ladi. Menimcha Abdüşkür ayni vaqtlarda bütün Şinjan'da bir palli yaratgan. Shu chog'larni asasam bir noiti Uyg'ur bokschilig'iniki, bizning Şinjanning bokschilig'ining noiti gullangan bir fasl bo'libdi ekan. Ayni chog'da men har qatam seniki tantarbiya komitetiga yotg'anga borsam, mushtaq sonsizlagan medallaringni, lo'nqilarni ko'ratdim ha. Muşanın hammasi senikimi ya yerim menikimi? Bunu artık esiyettim ama işte hammasi meningmi da. Qaraganda shogirdlaringni qo'shib esoga o'xshaysa, ha? Shundaymi? Oyat birlarini pulga setib olgandek turdi. 8-yillik dunyo lo'nqisi boks musobaqasi. Bu 98-yili Jungo Chungchingda o'tkazilgan 8-navbatlik bunyod boks lo'nqisi talish musobaqasi. Demek bu musabaqa 5 qit'adan her bir gruppadagi 2 bokschi qatnashadigan musabaqa. Biz xo'jayin komanda bo'lg'achqa Jungo boks komandasi 10 bokschini qatnashtirgan. Shu musabaqada men 2-likka erishib, İran mayri Samadi, Türkiye mayri Sami yengib O'zbekiston mayri Zakrovga bir numar tutulib qolib, 2-likni qo'lga keltirgan. Hamda bu mening hamda bokschilik hayatımdaki en yuqori natijam. Yani dünya lavhat lo'nqisini talish musobaqada 2-lik. Yani bu musobaqadagi bu natija bilan xalqaro darajalik tanaketchi degan unvonga, yani ataqqa erishgan. Demek mushu lo'nqilarninki natijalarining keyniga noiti dahshatli qon ter yo'shirilgan odaymi ha? Bugün bunu müşahidimi bizning komandada neticelenmeye çıkan boksçular, yani Marat'tan Tremetep'teki boksçu, teneketçi balla oturuvatıda. Boks hareketi, endi kızıkkan adamga, mesela bu türünü yaxshi ko'rgan adamga bu mençe hiç kança emas. Mesela bu ben
шақсан өзімді еліп etsem, мен бұл бокс әрекеті қызыққан кішкімден. Шоңа o tayaqla, o zərbile men üçün onda çoğun azap ya bolmasa şunda qiyinchilik tuyulmaydı. Hem de şu musabaqada oynaş jarayonida özümni qanday tanni qanday tarbiyalash, qanday odam bo'lish, qanday jafoga chidaydigan qat'iy iroda, yengilmas ruh vujudga keltirish, mushsiyatlardan demak özümni kundan kunga tavlab, kundan kun qiziq bu narsa. Lekin saviya o'sgan sari, cho'ng musobaqa qatnashgan sari sana tegadigan mushlinki besimimi kundan kunga ortib bordi. Lekin sendeki şan şarap tuyg'usi, bu kasb bo'lgan qiziqish, chempionlikqa bog'lagan umiding, sahna ostidagi chavaqlar, sana berayotgan madadlar bu narsalarning hammasini unutildirdi. Undaqda bugun seniki programmamızın tərtibi bo'yicha so'zlab beradigan notog'ning temisi har bir ishni yaxshi qilish, kollektiv ruh. Anda bo'lsa Abdushukur Mijitniki bu notog'ini bir mayda anglaylik, ha? Hadi marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli saboqdoshlar, do'stlar, aqla, ufqlar, singillar. Men bugun o'zimninki bokschilik, tanakachilik, hozirgacha bo'lgan trenerlik hayotimni deki o'zimga ta'sir qilgan, sizlar uchun foydali bo'lgan, sizlarga ta'sir qila oladigan, aktiv energiya bera oladigan bir necha misollarimni mücessemlep sizler bilen ortaklaşmakçı. 15 yaşımda boks hareketi bilen tanışkan. 86 yılı boks musabakalarının bolduğanlarını bilmeydik biz. Yani bir kino Amerika hikaye filmi Ruh ve Ten degen hikaye filmde baş personaj özünün rak kesili gripta bo'lgan singlisini qutuldirish uchun boks o'ynashga bordi. Uningki boks sahnasidagi qahramonligi, g'ayrat, shijoati, qat'iy irodasi, yiqilgan yerdan turib raqibini yengan ko'rinishlar maydonga chiqqandiki, uningki erishgan shon sharaflari, obro'yi, shu manzara 15 yosh Abdushukurning guda qalbida cho'nqir ta'sir qoldirgan ekan. Shuningki men bu shunday sahnalarga chiqsam, aşındak qeyrindaşlık, muhabbet, aşındak sahnadaki qat'iy iroda meni kichik kunduz uxlatmadi. Men doim shularni o'ylaydigan bo'ldim, ba'zilari tushunlar kirdigan bo'ldi. Lekin boks qayerda? Boks komandalarım yo'q. 3 yildan keyin Şinjan eli boks komandasi qurilib, boks komandasiga o'quvchi qabul qilish keldi. Men to'liq o'rtani bitirib, shu yili boks komandasiga tizimlatib, boks komandasiga ketdim. 90 yildagi Abdumrayonlik musobaqada chempionlik erishdim. Hamda shu yili oliy maktabga imtihon berib, Şinjan Pedagogika universiteti tan tarbiya fakultetida qabul qilindim. Tunji mevamda nayt xo'sh bo'ldim. Chunki Abdumrayonlik musobaqaninki chempionlik o'rniga chiqsimi, odamga shundoq cho'ng hayajon, shundoq cho'ng obro'y, shon sharaf bo'ldi ekan. Bizning elif komandamiz shu bir oltin medal bilan mening trenerlarim, mening kollektivim meni ko'tirib, rasmlarga tushib, shundoq ko'rinishlar shu musobaqaning ko'rinishiga yaqinlashgan, shu kinodagi musobaqalarga yaqinlashgandek bo'ldim. Men cho'qim bundan cho'ng natija ola oladiganligimga o'zimga ishonch turg'izdim. O'zimni tegimi cho'ng musobaqalarni o'ylay oladigan bo'ldim shu musobaqadan keyin. Oliy maktab o'qish jarayonida maktabimizdagi ishdan sirtqi boks komandasi, ya'ni Şinjan Ko'mirkan maktab bilan Şinjan tantarbiya idorasi birinchi atrat birlashib qurgan boks komandasida mashq qilishga boshladim. Yarim kunlik o'qish, yarim kun mashq, butun kunlik o'qish, kashlik mashq, shanba-shanbagidagi mashq. Men ham o'qishimni yaxshi o'qib, ham mashqimni qildim. 93-yildagi 7-yillik tanakat yig'inida mis medalga erishdim. Mamlakatlik tanakat musobaqaninki bundaq cho'ng dag'dug'lik o'tkazilganini men bu vaqtda his qilmagan. Shu musobaqaga berib, shu musobaqada taqdirlash sahnasida 3-yillik odatda mundaq yerda bo'ldi. Birinchilik uning oyoqida ikkinchi, birinchi, ikkinchi, uchinchi bu yoqda turdi. Men 3-yillik sahnasiga qarab, birinchi sahnaga qarayapman. Men yani birlik qadam bassam, cho'qim birinchilik sahnasiga chiqadiganga ishonchim komil bo'ldi. Shuningdan keyin qaytib kelib 94-yili Şinjan Pedagogika universitetining tantarbiya fakultetini shu yili bitirdim. Hamda maktabga o'qituvchilik qabul qilindim.
Şinjan boks komandası mı rasmi kuruldu. Mening aldımda iki tanlash. Mektebimde o'qituvchi bo'lish. Oliy maktab o'qituvchisi bo'lish. Mendek bir sahradan, jiroq yerdan kelgan bolaga oliy maktabda o'qituvchilik bo'lish to'lim sharaf bir xizmat. Lekin yana bir tanlashim komanda ko'p, yana davomli tanakatchi bo'lish. Davomli musobaqa o'ynash. Qanday qilish kerak? Nurg'un savol javob kallamda har vaqt bu jarayonda mendeki yana shu chempion bo'lgan komandaga agar natija olib kelsam, komandamda yalnız men emas, bir top adamning xo'sh bo'lganini, nurg'un adamni xo'sh qila oladiganimni, hamda shu shon sharafni qo'lga keltirganda ota-onalarimningki, butun yurtning, xalqning xo'sh bo'lganligini his qildim. Hamda bu vaqtda mening yenimda, yani 94-yili mening Talabjon, Batur, Qaysar talantni bayqay oladigan, talantni qizib chiqara oladigan mening Qaysar ustozim Abdukim Abdurashid aka bilan texmi cho'nqur tanishdim. Bu Abdukim Abdurashid aka mas'ul bo'lib 94-yili Şinjan tantarbiyachisi boks komandasini qurganda Abdukim aka bosh treneri bo'lib komandaga mas'ul bo'lgan. Men bundaq hayatımda yani o'qish bitirib, tunji hayatımda şu jarayonda menga ashundaq bir odamning o'shqashqini, ashundaq bir talantni bayqalaydigan, ham shuni qizib chiqara oladigan bütün vücudu, o adamdaki bilim kurulma, o adamdaki tantaraya bo'lgan qiziqish, boksga bo'lgan tushunish meni butunlay o'ziga ram qildi. Men o'qituvchilik xizmatimni qo'yib 7 yillik bokschilik, tanakatchi bo'lish hayotimni boshladim. ...94-yili rasmiy komanda qurildi. Şinjan'ningki har qaysi yerlaridan bokschilarni tanlab komandamizga elib keldi. Bu jarayonda biz jafoliq mashq qildik. Hamda Abdukim aka bizni o'zimiz shunday yaxshi kitob o'qiydi, bizni yaxshi kitob o'qishga tavsiya qiladi. Shu vaqtlarda men Ikkinchi dunyo urushiga oid bir roman o'qidim. O romanda Amerikaning dağlıq general Douglas MacArthur urush to'xtagandan keyin Amerika askarlariga bir nutq so'zlaydi. Bu nutqida sen davlatning sana nemish qilib berganini surishtirmay, sen davlatga nemish qilib berdim deganini surishtir degan bir nutq mening sabiy kallamda g'uva bir davlatningki Amerika davlatining ittifoqdosh armiya urushni yengib g'albiga erishgan eng cho'ng general bu yerda bu gapni nimaga deydigandi degan bir xiyol kallamga keldi. Demek biz komandada yani nurg'un kitaplarni o'qidik. Abdukim aka bilan nurg'un kitaplar to'g'riliq so'zlashimiz, fikr almashtirib, bizga nurg'un narsani o'rgatgan. Demek şu jarayonda chempion bo'lish uchun bir komanda bo'lish kerakligini, komandaning chempionning yanında 2, 3, 4 bo'lib bu bir piramida shaklida hosil bo'lganini, yalnız melli chempion bo'lmaydiganini, mening yenimda men bir net chempion bo'lsa, men texmi yarqilishadiganimni his qildim. O'zimning mashqini yaxshi qilishdan sirt Abdukim akaga yordamlashib, komandaning ushaq-tushaq ishlarini qilishadigan bo'ldim. Demek shundan keyin 96-yili men birinchi qitimliq mamlakatlik lavha talish musobaqasiniki, mamlakatlik chempionlikni talish musobaqasiniki, Jungo boks podshosi, mamlakatlik tanakat yig'in, Asiya tanakat yig'in, Sharq Asiya tanakat yig'in, dunyo lavha talishish musobaqa. Mushundaq musobaqalarda keyin natija olib komandamizga nurg'un shon sharaf keltirdim. Demek bu yerda bizni bir kollektiv tarbiyaladi. Demakchi bo'lganim, bizning kollektiv meningdan keyin rahmatlik Abdurahmon Abdukim, Akram Isoq, Mehmet Tursun Cho'ng, shuning qatorliq yani bir necha dаңlıq bokschilar, sahnimizda o'tirgan Akram Isoq degan bir necha bokschilarni davlatda, mamlakat ichida chempion qilib tarbiyaladi. Demek komandamizda hozirgacha bizda faqat shu kollektiv ro'yi to'g'riliq. Gerçi boks musobaqasi taqdir bo'lsa-mu, lekin kollektiv kuchni talab qiladigan, kollektiv orqali o'zini shaxsiy ifodalaydigan mushundaq bir turlikini to'xim cho'nqur his qildim. 2001-yili 30 yoshga kirgan men 9-yillik tanakat musobaqasiga tayyorlik qildim. Musobaqa sijilliq yuqori, mashq miqdori cho'ng. Men bizning yosh tanakatchilar bilan mashq qilib
mush kollektivninki şan şerif üçün, yani mush kollektivga men özümninki xizmeti arqılıq, özümninki əmgiki arqılıq 9. növbətli tənəkkət müsabaqasında ikincilikni aldım. Demek ben 2001 yılı komandanın çekinişimge təşkil meni trenerlikka ap qaldı. 2001 yıldan tartib men trenerlik hayatımni başladım. Her qandaq bir boksçiniki, her qandaq bir tənəkkətçinin armandaydıgını olimpik sahnesi. Men şunçola jiq musabaqalarga qatnaşqan bolsammy, lekin olimpikka baramadım. Olimpikning darvosasini bizning rahmatlik Abdurahman Abdikim birinci bo'lib Şinjan boks komandasidan açtı. Yani 2000 yıldaki Sydney Olimpikka Abdurahman Şinjan boks komandasidan birinci bo'lib qatnaştı. Demek men trener bo'lib şu armanımga qanday yetimen. Fakat men trener bo'lib tənəkkətçilerimni apıradigan bir yol var. Men trenerlik hayatımni başladım. Yeni tənəkkətçilerini qabul qildim. Tənəkkətçilerim bilan birga 2008-2012 yıldaki 2 qitimlik olimpikka Cungo vakillar ömrüde olimpikka berip qatnaştım. Bu əcirning çoğ kiçikligi bo'ldi ekan, az ko'pligi bo'ldi ekan. Siz qancha ko'p əcir qilsangiz, birinchi ko'radigan igisi bo'ldi ekan. Tashkil ko'rdi ekan, ustoz ko'rdi ekan, xalq ko'rdi ekan. Tashkil, xalq sizni cho'qim bu kollektivning ichida sizni obro'laydi ekan, sizni eng yuqori pallaga ko'tarib, sizning obro'yingizni mangu qildi ekan. Yaxshi munavvar tənəkkətçi bo'lish uchun adam 3 tartibini hazırlash kerak ekan. Birinchi ulush yaxshi mashq qilish kerak. Ikkinchi ulush yaxshi dam olish kerak. Uchinchi ulush siz yaxshi yangi maqsad nishon tiklash. Bu 3 narsa birlashgan vaqtida munavvar chempion bokschi bo'lib yetildi ekansiz. Yaxshi mashq qilish kerak. Qattiq qaysar, botir bo'lib turib mashqni tugutish kerak, kundalik mashqni. Yaxshi tezdan o'rniga kelib, ertadagi mashqqa tayyor bo'lish kerak. Üçüncü sen o'zingni yangi nishon, yangi maqsadlarni tiklash. Sen bir chempion elib, ikkinchi chempion uchun bo'ldi-ku, men aldim deb tashlab yotmaslik kerak. Demek bu haqiqatninki hamma turga tushundig'imni tushundim. Men sana o'xshash qattiq mashq qildim, men nima ish natija olmayman. Sen ikki tartibini o'rinday oldingmi? Bo'pti, ikkisini o'rinday olding. Sen bir qitim chempion bo'lding. Sen yangi nishon, yangi maqsad, yangi pallarni ko'rdingmi? Yuqoriga o'rlaydigan yangi maqsadlarni tikildingmi o'zingga? Sen yana shu o'rningda turib qolding. O'qituvchilikmi darsini berib qo'yib chiqasili hisob emas menimcha. O ballada men yangi ideyasiga, vatanga, millatga, xalqiga shon-sharaf keltira oladigan yangi ruh bera oldimmi? Bu o'qituvchining ishi. Buningmi tushdi ekan. Demak, yaxshi munavvar tənəkkətçi, dаңlıq chempion bo'lish uchun, dаңlıq trener bo'lish uchun, dаңlıq adam bo'lish uchun, ya'ni xalqqa, vatanga xizmat ko'rsatadigan adam bo'lish uchun bu 3 narsani biz cho'qim o'rnatishimiz kerak ekan. Anamdan keyin bizning mashqlarimiz to'limi, sizlar ko'rdiğinizlar doim bizning xo'shal bo'lib, medalni bo'ynimizga esib, kamarni ko'tarib, oltin medal bilan tushgan rasmlarimizni ko'rib, shu xo'shallikni bilsizlar. Lekin bizning aqlimizdagi jafoliq mashqni mishada o'tagan trenerlar, tənəkkətçilar texmi cho'nqur bildi. Uzoq vaqtlik jafoliq mashq, shundaq zerikishlik bu mashq. Buning ustiga boks ham tayoq yeyotgan, boshlaringiz qapoq bo'lib ketgan, shundaq charchigan mashqdan trenerning besimi, sirtdagi besim, shundaq vaqtlarda bizning bokschilarimizni biz her kunlik ishni yaxshi qilgan. Bugunimizni yaxshi qilish kerak. Şunu ügütümüz hem şunu şunda qilgan. Men bokschi bo'lib turib shuni qilgan, ham hozir tənəkkətçilarga shu bugungi mashqni qanday qilamiz? Bugungi ikki vaqt mashqning bir atganlikni qanday yaxshi qilish kerak? Sen g'albilik, muvaffaqiyatlik o'rlashdingmi? Trenerning plani bo'yicha o'zing rozi bo'ldingmi mashqdan? Bu tushtinkinlik mashqqa sen tushdi, yaxshi dam olib, sirtlarga chiqib ketmay, uning buning bilan so'zlashmay, boshqa yerlarga ketmaysa, o'zing yaxshi tamoq yeb, yaxshi aram olib, tushtinkinlik mashq tayyor bo'ldingmi? Ya şu mashqdagi
Her bir trenerning o'rlashtirgan planini to'g'ri o'rnadingmi? Men musobaqaga keldik. Birinchi maydon musobaqa boshlanayotdi. Birinchi raqibingni sen tushundingmi? Qanday o'ynaydigan tanakachi, qanday texniklar, sen qanday uningga texnikalarni tayyor. Birinchi qitimliq, birinchi maydon uchtirish musobaqa boshlandi. Birinchi minutni qanday o'ynaymi? Birinchi boshlanishni qanday o'ynaymi? Bu ishni, xizmatni qilganda ashinchilik darajaga olib Demak, tafsilot natijani keltirib chiqardi ekan. Eng inchka, eng kichik halqalar bizning chempion bo'lib yetishimizga ta'sir qildi ekan. Demak, biz har bir ishimizni, har bir kunlik ishimizni, har bir vaqtlik ishimizni mushu bugun mishada o'tirib turib, mushu vaqtinglarning ichida mening az bo'lsin o'zimni kechirmishi orqali sizlarga degan gaplarimdan azroq o'zinglarga birnim ola oldinglarmi? Mushu narsani, mushundaq biz foydalangan vaqtimizda, mushundaq vaqtning ichidan vaqt chiqarib, kichik ishlardan, kichik ushtirishlardan, kichik maslahatlashlardan, o'tirishlardan o'zimizga naf elish kerak. Mushunda bo'lganda biz texmi mukammal, texmi ching, texmi kuchli odam bo'lib yetishamiz. Eng oxirida Xinjiang boks komandasi yo'qlikdan barliqqa kelib, ojiz ishdan sirtqi komandadan hozirgidek kasbiy komandaga o'zgarishi, 10 necha tanakachidan hozirgacha ko'lamlashgan 50 necha komanda a'zosiga o'zgarishi hamda burunqi 1-2 yotoqdan hozirgi ko'lamlashgan asos qurilish aslaliga erishishi bu bizning necha avlod Xinjiang boks azmatlarining, Xinjiang boksga havas qilgan trenerlarning, xizmatchilarning ko'ngil bo'lishidan, xizmatidan ayrilib qolgan bo'lmaydi. Biz yoshlar hozirgi mushu yaxshi tinish vaziyatimizni saqlab, afzal sharoit, afzal siyosatdan to'liq foydalanib, o'zimizni texmi kuchli bokschi, texmi kuchli tanakachi, texmi kuchli kelgusi avlod qilib yetildirib chiqarishga kuchishimiz kerak. Rahmat hammalarga. Notuk oldu ya. Bu notuktan boksçularla emas, biz buna ait yaxşı ilham aldık deb o'ylayman. Amaliyotda har kunlik ishni yaxshi qilish menimcha bu butun kasbninki, butun odamlarninki vazifasi. Hamda Abdushukur baya sen shu nutqni so'zlayotgan chog'da tuvandan birisi bir savol yozibdi, ha. Siz shu sirtda, zalda emas, sirtda boshqalar bilan mushtlashib qolganmi? Mushtlashib qolgan chog'da tayoq yeganmi deb so'rabdi. Чемпион bo'lmaganda mushtlashgan. Mushtlashgan. Чемпион bo'lgandan keyin mushlashib boqmadi. Çünkü men ayvam borda huquqda men chempion bo'lgan. Yo'q. Amerikalik bir dangliq bokschi dunyodagi eng axloqli fuqaro bokschi degan. Nimishqa demamsiz? Boks sanasi buni mushinchilik. Shunchavala qiziqqon, shunchavala qattiq tezlik, shunchavala shavqin suran, bosgan qizg'an, ko'zga hech nima ko'rinmaydi. Mushunda vaqtda, bularniki bir repor stop desa, shop bul to'xtaymiz. Boks desandan keyin boshlaymiz, bo'lmish jim turamiz. Urushib bo'ldi, quchoqlaydigan ayollarimiz bor. Mishada o'tgan ballam bir-biri bilan musobaqaga tushgan. Bu pastda hozir 20-30 yil bo'ldi, 20-10 necha yil bo'ldi, ular do'st yana. Demek ki yaxshi pesqik sapan yetildirdi. Başkalarını urp olgandan keyinmi ve tayoq yeb bo'lgandan keyinmi yana og'ini quchoqlaydigan gap. Boks hareketi insonda yaxshi pesqik sapan yetildiradigan haraketken. Rost deganda agar biz birisini tayoq yeb kelsak, hozirgacha biz birisi bilan mushtlashib, ondan keyin quchoqlashmoqmidik. Xo'sh, endi bizniki hozirgi programmaning navbati bo'yicha mishada o'tirgan yoshlar vakillari Abdushukurdan savol so'raydi. Marhamat. Assalamu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Şu hazır ata-onalar, balalarni, qizlarni bo'lsa usulga, o'g'illarni bo'lsa, shu boks qatorliq tantarbiya faoliyatlari qatnashtirib, mush balalarning sog'lom o'sib yetilishi, qatorliqlar muhim kuch chiqaradi. Unda bo'lsa, mushlarning, mush balalarning tarbiyalanishida qanday muhim rollari bor, shuni deb bergan bo'lsangiz, rahmat.
zaman taraq qildi. Masalan, bizning vaqtlarimizda biz apkash bilan suv akiratdik uyga. Chilaklarni ko'tarib suv akiratdik. Uylarimizda mol boqatdik. O'yinlarimiz batdı, ishlaydik. Jismoniy emgak qilatdik. Shu jarayonda biz chiniqatdik. Demak, hozirgi bolalarga nisbatan chiniqish shundoq azlab ketdi demakchi. Yaqinda biz Kubaga musobaqaga bordim bir ikki qitim. 2013-2015. Aşağıdaki kichik bolalarning mashq qilayotgan yerlarini ko'rdim. U yerda asosiyatdan dadillari aparam degensem, apillari apirdi ekan. 7-8 yoshlik, 9-10 yoshlik, 11-12 yoshlik bolalarni shu onalari elib mashqqa apirdi ekan. Mashq tuguguncha onasi yin turib, tang madad berib, vaqirab, shu uyg'on yerlarida chavoq chilib, shunday qildi ekan. Kichik bolalarni 4 yoshdan tortib mashq qilsa bo'ldi ekan. 4 yaşından tatip. Öyle bakın biz 4 yaşlık balalarga mashq bermaymiz degan gap. Demek biz ata-onalar şu balalarimizni kichikdan tatip usul, undan sırt başqa türlerge qizlarimizni, o'g'illarimizni shunday tantarbiya turlariga berish orqali ularningki jismoniy quvvatini, badan shaklini yaxshi tarbiyalamasak, keyin ular samirib ketadigan ahvol bo'ldi. Demek biz müşahede ottağalla, şu televizyon aldırdı ki ata-onalar bundan keyin şu ballarının cismani terbiyelenişige, küçükden tartıp terbiyelenişige ahmiyet verse deb o'ylayman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Men Shinjang Tantarbiya institutining boks treneri Akram Arat bo'lman. Bizning o'zingiz bilasiz, hamda Shinjang boks komandasi nurg'un azmatlar barliqqa keldi. Rahmatli Avlikum ba, Abdurahmon ba, mishlarning vafoti hamda sizga qanday ta'sir qildi, Shukurka? Men amaliyotda Abdukum aka bilan men 90-yildagi 2 navbatlik apmuraylik tanakat musobaqasi tanishgan. Büdür chash, yosh shundoq kelishgan. Bu kishi referlar ustining ang o'tirib musobaqaga boshlamchilik qilayotgan ko'rinish. Shundan keyin o'qish bitirib 94-yilda texnik cho'nqur tunishdik. Men boya dedim, talantni bayqaydigan, şu talantni bayqab qizib chiqara oladigan mundaq yetakchini ko'rgan vaqtida sen uning putiga cho'qim chin esilsin kerak ekan. Men Abdukum akaninki putiga chin esildim. Abdukum aka bilan billa tanakachi bo'ldim. Keyin endi trener, yordamchi trener bo'ldim. Hozir ham trenerlik vazifasini o'tayapman. Demak, endi bu jarayonda Abdukum akaning bizga qoldirib ketgan narsalari bekçik. Biz neçe vaqtni yoqi televizyon stansiylarida, gazet jurnallarda qayg'u asarimizni bildirdik. Demak, bu bizga bir vaqtsiz o'lim bo'ldi. Aslida Abdukum aka hozir turib berish kerak. Bugungi mush sahnaga Abdukum aka chiqib, shunday o'zining hayot kechirmishini so'zlasa, texmi bizning yoshlarimizga texmi cho'nqur bilimlarni, cho'nqur ta'sirotlarni beralaydi. Lekin biz qayg'uni kuchga aylantirish kerak. Shinjang boks komandasi rahmatlik Abdukum akadan, rahmatlik Abdurahmon Abdukumdan ayrıldık vaqtsiz. Lekin biz bu qayg'udan tezdan beshimizni ko'tarib, komandamizni tezdan ratlab, komandamizdagi bolalarni yenimizga ittifoqlashtirib, hamma bolalar birlikda bir yoqdan kuch chiqarib, bir yoqdan mush chiqarib, komandamizdagi bolalar texmi yaxshi o'mlashib, bu natijani, bu chaqni, bu arvuni yana so'rab ketyapmiz. Men o'ylayman, shu Abdukum akaning armandigan armonlariga, Abdurahmonning, Abdukumning rahmatlik sabdishimiz Abdurahmonning armandigan armonlariga bizning shal o'tgan, bizning trenerlar pichanda mashq qilayotgan, bizning birinchi sabdagi komanda a'zolarimiz Mehmet Tursun boshliq, G'uljida mashq qilayotgan yoshlar komandamiz, qizlar komandamiz cho'qim mush arvuni so'rab o'ylagan manzilimizga yetalaymiz deb o'ylayman. Assalamu alaykum. Alaykum assalom.
Ben sizden bir so'al so'rab baksam, hammamizga ma'lum biz hayotda nurg'ulg'an ongsizliklarga uchrab turibmiz. Sizning sahna hayotingizda yiqilgan vaqtlaringiz bo'lib baqqanmi? Yıkılgan. Yıkılgan. Hemmimiz yıkılgan bir şeyde otağalla. Yıklarımız yıkılgan. 97 yılı 8. nöbetlik Ten hareket yığınınki tallaş musabıqısında bir yığırmış yap 25 minut isimni yo'qotgan. 25 minut isimni uqmayman. Bishimni ko'targan vaqtimda rahmatlik ustoz Abdukim aka bishimda qarab turibdi. Men qarab birinchi aka uyat bo'ldi, yiqilib qoldim deganni dedim. Ananiki men o'zim yiqilib, ashadim mengib tushkunimni keyin sinalg'udin ko'rdim. Mengib tushgan isimni uqmaydi ekanman. Endi yiqildik. Yalnız men emas yiqilgan. Misal o'tirgan balalarimiz yiqilgan. Mürillar ichib ketgan. Hozir bizning bokschilarimiz qalpoqni olib tashladik beshimizdagi to'kuyni. Bultur ikki balamizning eng kichikli ketdi. Hozir gangbamba ichida. Açtuq to'xtucho'ng degan balamizning eng sinib ketib, ichida gangbamba, Polat Tömürba ichida. Mamlakatlik musobaqada 3-chi bo'ldi. İki balamızdan ki benim mesela uçuş çıkıp gitti. Yani ola memleket şampiyonu bulatıdı. Seyrik Töleotay, Zibibullah Mehmet degen balalarımızdan iki çoğun çıkıp ketken. Yani şampiyon bulatıdı, açıştırı yok. Demek bizim boksçular gayretlik, katli iradelik, boks hareketi bizim şundak müstahkem, şundak yıqılgan yerden turalaydigan qıp terbiyeldi. Men mishada boks hareketiga rahmat aytaman. Hammalar. Assalomu alaykum, Abdushkur aka. Men Urumchalik 5-boshlang'ich maktab boks terneri Dilshod O'shirbilma. Bugun bu sakında programda sizning bu nutqingizni anglab, menga bek ta'sir qildi. Odatda men Məşiq və müsabiqədə oxucularımda ictimai turmushdagi ba'zi yig'ilish və ailələrə ko'p ko'ngil bilənməyəm. Siz mənə qaraganda bunda məsələyə həm daim uchraysiz, ko'p uchraysiz. Siz bu məsələni qanday bir taraf qildingiz? Rahmat aka. Aşındaq aldırış kunlarının birisi de biz tenekçiler bilimiz hozir. Bugun sorunga pichandın tenekçilerim kelib mishad sahnada o'tirish kerakdi. Lekin ular bekin malatda mashqda ular kelolmadi. Mush vaqtda yaqin bir urug' tuqqanning to'yi bo'latdi. Ular kelolmaydi. Bir o'lim nazar bir murosim bo'latdi. Ular kelolmaydi. Nemishqa ular musobaqaga tayyorlik qilyapti. Ular Şinjan boks komandasiga, Şinjan tan tarbiya idorasiga, Şinjan xalqiga shon sharaf keltirish uchun ular Japalik mashqda. Ular kelolmaydi. Ben bir gap anlagan, to'g'rim xatam bilmayman, odamgarchilik o'lmaydi deb. Biz kunlarning birida qaytarib olamiz deb, unda munosabatlarni bir taraf qilish, to'y to'kin nazarchiroq. Men to'yimga rahmatli Abdukim degan, menga me'morlarni alsaqqa sen trener bo'lsang, kelariz keyin boramaysan to'ylarga. Unda berib kelish qilolmaysan desa 800 odam chaqirib o'tgan menda. 800 adamning 2dan balisi bo'lsa 1600 bo'ldi ekan. 1600 odamga men chiqsam har shanba kuni bir yilda 52 hafta, 52 haftani men bo'lsam 30-40 yil chiqish kerak ekan men. Shanba men ballalarim bilan, tanakachilarim bilan bo'lmaslik kerak ekan menda. Men cho'qim ashunga chiqish to'g'ri kelsa. Lekin bu xizmat mushunda xizmatga. Bunu qandaq bir taraf qilib atsan desang, uning uchun yaxshi xotin ilish kerak ekan deb o'ylab qoldim. Mana shularni qildik. Mushu javob buniki. Hamda nurg'un odamlar mumkin beralayapmiz, nurg'un yerlarga boramayapmiz. Ayildiki bugun mesela ayolimga kelamidi, shunday odamgarchilikning birisiga berishga to'g'ri kelib, endi shu odamgarchiliklarni vaqtning ichidan vaqt chiqarib beryapmiz, lekin bizning odamgarchiliklarimiz boshqa taraqqiy qilgan millatlarga, taraqqiy qilgan davlatlarga qaraganda bakmi jiqkan, bakmi ortiqkan.
o bayağı toyunu hesaplab berdim. O toydan sırt beşik toy, xatın toy desek, o bir ayının içinde az degende 4 toy boldu ekan, ya bo'lmasa 3 toy boldu ekan. Onun çıkış tolumi tesken. Bu bizdeki örf adet, adamgarchilik berip kelish biraz tashish, lekin xalqimiz en jiq etganda, yani xalqimiz bizning müşteneketçi terminallarni to'g'ri tushunadi ekan. Bizni qo'llaydi ekan. Har vaqt biz shunday yerlarga borolmagan vaqtimizda bizning qo'limizni olib turib, olib shukr sizlar shunday vatanga, xalqqa, Şinjan xalqiga sharaf keltiryapsizlar. Biz sizlarni to'g'ri tushunamiz deb shundoq jiq odamlar shundoq deydi ekan. Demak, biz bu narsadan og'irnib, bu narsadan ish og'irtib, bunga men berish kerak, aniq qilish kerak, mening ishi bor, uning nazarati, o qudamning bir nimasi, ya'ni bir o'lim bo'lgan ayda yil nazar, ayda 40 nazar deb yursak, biz cho'qim haqlarning kayinini qolib qolamiz. Shular bizning cho'qim to'g'ri tushun deb o'ylayman, ham to'g'ri tushunib kelyapti hozirgacha. Assalomu alaykum, Abchirka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Men Şinjan Uyg'ur Abnuraylik Tantarbiya institutining bokseri Tindira Nabi. Men sizni qo'lingizda chiqqan, men yaxshi mening orzu qilganim mening yaxshi bir tinni bo'lishisiga o'xshash. Endi mening hozir so'moqchi bo'lgan savolim, siz musoqning oldida yoki musoq maydonida psixingizni qanday tanishaytdingiz? Bunun usulları bek çıktı. Birinci ustazlarımız bizge sen tövende yaxşı məşq qısan, qattiq məşq qılğan vaxtında sen meydana çıqqan vaxtında təmtirmeysen deydi. Sen tövende məşqini yaxşı qılmay, meydana çıkıp terinler işki qız gap qıplan, menin keyfiyatımı tanışaplam, menden yaxşı məşq qılğan qarşı tarafını vurup jıqtı degan o yok gap, nöl. Çoğun birinci terinler tövende balını yaxşı məşq qilish kerak, qattiq məşq qilish kerak. Planınız boyunca ilmi asasda özünüzden oylagan məqsədiniz bilen vayiq etkizib məşq qilish kerak. Bu birinci asas. İkinci. Meydana bağandayken diqqətinizni meydana mərkəzləştiriş kerak. Mesela siz nemiş qılalaysiz? Musabaqada nemiş qılalayım ben? Köz bilen qaralayım. Berip gap qılalayım onunla. O günümde tutalayım. Benim qo'limdan kelgan ish nima? Uni men qanday uning taktikasini qanday tezini egallab, tezini uning qaytarib javob qaytarish. Bu men diqqatimni boshqa yerga chashmay, ashunday yig'inchoqlar olsam, bu men qila oladigan ish. Endi men qila olmaydigan nemish bor? Musobaqa bugun tazib mijozim yo'q. Tazib yaxmatli menga attiga o'rlashtirib, u bo'lmaydi. Bugun shu kaldash musobaqa. Mantinjaning mantisida bekitgan. Uni o'zgartirmaysiz. Tövendeki tamaşbullar Kızıl tarafı vakıramda sizgi mi? Onu siz belgilenmeysiz. Reaper'la numarını san koyamda, onun koyamda, onu siz belgilenmeysiz. Siz belgilenmediğin işler bakacak. Kimden kolunu götürülen Reaper'dan işi o. Siz neymiş kılarsınız? Siz bütün nervinizni müşahede merkezleştirip musabık oynayasınız. Demek benim nim demekçiyim ben desem, birinci biz özümüz kılalaydigan işini kılış gerek. Aşındak boğanda birinci özümüz yaxşı məşq qilish kerak, yaxşı asas qilish kerak. Avval hamma tayyorliklarni qilib musobaqaga berish kerak. Bu sening psixikaning yaxshi bo'lishidagi asas. Anandan keyin maydonga borgandan keyin tanakachilaringga sen qila oladigan, qo'lingdan keladigan, tuta oladigan ishlarni qilish kerak. Biz boshqa xiyollarni qilmay, oltin medal, gul, shon sharaf, uy, pul, o narsani o'ylamay, biz diqqatimizni markazlashtirsak, biz cho'qim qalbiga erisha olamiz. Assalamu alaykum Abdurshkurka. Aleykümselam. Men odatda boks musobaqasini ko'rsam, bokschining qonga milangan chiroyini ko'rib shundoq beyorim bo'lib ketman. Endi sizningmi ota-onangiz, shundaqla ayolingiz sizning maydondagi shundoq holatingizni ko'rib, texmi bekrak beyorim bo'lish mumkin. Biroq men qarasam, shu masala ustida sizning onangizning bir parcha ziyorat xotirasi bor ekan. Ya'ni men o'g'limning davomli utuq qozona oladiganligiga ishonaman degan temada. Undaqda ata-onangiz sizga qanday ilhom bergan? Rahmat.
98-yildagi mishada o'tgan nurg'un bokschilar bor. Burun men bilan birga bo'lgan nurg'un bokschilar bor. Ham mamlakat ichida dunyoda nurg'un bokschilar bilan tanishyapman. Hammasining ota-onasi mening ota-onamga o'xshash, mening onamga o'xshash, ashlarning onalari mush bolalarga ashunda ishongan. Demakchi bo'lgan ras qabi boks harakati mushtlashayotgan vahshiy ko'rinishlar bor. Har qanday ota-ona ras ashunda ko'ngli yerim bo'ldi. İçdi, balam tayak yeb ketib qolganmidi, burni qancha ketganmidi, bayamini eng kichik qilib ketgan bolalarimiz bordi, tish chiqqanmidi, tomoqni qanday yeyotgandi, nada uxlayotgandi, terineri yaxshi qarayotganmidi balamga. Anning uxlayotgan bilan uning kallasi shu bolasining o'yida. Mening onam shunda bo'lgan. Lekin mening onam bir tug'ut doktor bo'lgan. Mening onamninki yaş vaqtlarda at üstüge minib, tağım-tağ atlap, neçə günlük yollarını besip, tuğutlarını berip, tuğdurgan görünüşleri güdək kalbimde ba. Ben anamnımı aşında at minib, aşında Kaysar, Batur dep oylaydım. Lekin ben boks oynagan vaqtimda mening anamı bana aşında medetlerini berdi. Hem de nurg'un boks musabaqalarini ko'rib, hatta Muhammed Ali, Tyson, şu Holyfield deganlarni televizorları görüp, 90-yılları. Sonra anda oynaydıkken, mında oynaydıkken de bir paranlaşıp koyattık uygu basın. Demek, benim anam, ata-anam bana şundak çoğun medet bergen, bana işenç bergen. Ben oylayman, müşahedeki boksçılarıma çoğum şundak işenç berdi dep oylayman. Bundan keyin bizim arkaysı ata-analarımız, bizim ballarımız bir iş qilgan vaqtida cho'qim shuningga madad berish kerak, shuningga ishonish kerak ekan deb o'ylayman. Rahmat. Meningcha boks harakatidan paydo bo'lgan shu jarayonlar, tafakkurlar bizning har sohadagi yoshlarimizga oid cho'ng ilhom berdi. Abdushukurniki boks harakati bilan shug'ullanib, bu sohada erishgan natijalari, his tuyg'ulari, tajribalari ve qimmat qarashlarining, jumladan yashash ideyalarının bizning hamma sohadagi keng yoshlarimizga yangicha ilhom va umid berishini arzu qilamiz. Ko'p rahmat, ilarsan ko'rishaylik.